Yurak operatsiyalariga kech qolganligini 5 ta sababini sanab o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovичman. Odamlar o'ylashadiki, kech borsam ham, keyinroq borsam ham yuragimni operatsiya qilib baribir holatimni yaxshilab beradi, tuzatib beradi-ku deb aytishadi. Ba'zan yurak kasalliklarini shunchalik o'tkazib yuborishadiki, bizga operatsiyaga kelganda operatsiyadan bosh tortamiz. Chunki bu juda xavfli hisoblanadi. Keling biz quyidagi 5 ta holatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan yurak ishemik kasalliklari. Mana masalan yurak ishemik kasalliklarida yurak qisqaruvchanligi juda pasayib ketgan bo'lsa, tomirlarga juda ko'p stentlar qo'yib, tomir ulaydigan joylari bo'lmasa yoki tomirlarning ateroskleroz rivojlanganlik darajasi juda kuchli bo'lib, tomir ketgan joy bo'lmagan holatlar bo'lsa, biz bosh tortamiz. Ikkinchidan, yurak mushakli to'qimalarining ko'p qismi o'lib, uni o'rniga chandiqlar, diffuz chandiqlar hosil bo'ladigan bo'lsa, biz unga yangi yurak tomirlari tikib beradigan bo'lsak yoki klapanlarni almashtiradigan bo'lsak, bizning operatsiyamiz bemalol yuragi uchun foyda keltirmaydi. Uchinchidan, yurak klapan kasalliklarini juda kech davrlarda, o'tib ketgan davrlarda tashxislanishi. Mana masalan, yurak kameralarining kengayib ketishi, o'pkadagi bosimning ortib ketishi, ya'ni hansirashning uzoq yillar davom etishi, o'pka to'qimalarining qotib ketishi va biz operatsiya qilsak ham o'pka, yurak holatlarini normal holatiga qaytmasligi bizning operatsiya qilishimizdan manfaat yo'liga belgilarini bildiradi. To'rtinchidan, yurak tug'ma nuqsonlari juda kech davrlarda aniqlanishi. Bunday holatlarda bemorning yuragi nuqson holatiga moslashib, o'sha shakllanib bo'lgan bo'ladi va uning o'pkalaridagi tomirlari qotib kelgan bo'ladi. Uni asorati bo'ladigan bo'lsa, yurakning o'ng qorincha yetishmovchiliklari, o'pka sirrozi, jigar sirrozlari rivojlanishi mumkin. Beshinchidan, yurak yetishmovchiligining eng oxirgi bosqichlarida va yurakning quvvatining eng pasayib ketgan holatlarida bunday holatlarda biz yurak operatsiyalarini bajarsak ham yurakka foyda keltirmaydi va yurak operatsiyalari natijalarini yomonlashtiradi. Aziz yurtdoshlar, muammo yurakning og'irligida emas, vrachga kech murojaat qilishda. Siz yuragingizda bezovtalik hissini sezsangiz, darhol kardiologga murojaat qiling. Biz sizlarga yordam beramiz. Agarda mening ma'lumotlarim sizga foyda keltirayotgan bo'lsa, mening sahifalarimga obuna bo'ling va yaqinlaringiz bilan ulashing. Like bosing, salomat bo'ling.